Akalar pochtamga xabar keldi, protsessoring keldi. Yomon yiqildim biz. Mana meni o'sha qimmat protsessorim akalar, narxini oxirida aytaman. Nimaga oxirida aytaman? Sababi oxirgacha ko'ringlar degan xod qilaman men boshqa blogerlarga o'xshab. Protsessorning narxini boshida aytib qo'ysam, ha narxi paloncha ekan deb kuzatmasligingiz mumkin-da. Uyimga pochta kelsa, akalar, o'zimni traditsion metodimni qilaman. Ya'ni, oh yeah. Mazza. Video uchun, asalom video uchun. Pizdets og'ir ekan, bor bilmayman, 40 kilomi mana yerda mana "Heavy" degan yozuvi bor ekan. Ginekolog ayollarni endi tushunyapman akalar, bu bola olgandek bo'lasizlar ekan bu korobkaning ichida. Protsessordan tashqari akalar qo'shimchasiga bonusga menga klaviatura olib kelishibdi. Klaviaturasini birinchi ochib ko'ramiz. Akalar, protsessor vashshi katta ekan. Umrimda bunaqa katta protsessor ko'rmaganman. Sizlarga savol, protsessorning o'zbekchasi nima? Jarayonchi. Tak, buni ham tilkasi bor ekan, akalar. Ko'chirishdan oldin o'qinglar, aldab ko'chiringlar debdi, lekin men buyina qanaqadir parda ko'chirildi. Tak, yon boshidagi oynasini chiqardim akalar. Ichida bunaqa xuyteni bor ekan, xavfsizligi uchun protsessorda. Ichkarisi mana mashq holatda. Hozir yoqamiz, ko'ramiz. Gigabyte G4 RTX. Yoshligimda Pentium yarim kompyuterim bo'lardi. Yangi olganimda bunaqa siplofani turardi. Ko'chirmaganman kompyuterim chirib ketmaguncha. Hozir ham bor bizda shunaqalar, ati chiqarmaydi, chang bo'lmasin, shilinmasin deb. Lekin men babuyimman. Ya buyinam. Xuddali BMW plyonkalarni olganda o'zim hali realni ko'rgandi qursinda akalar, o'zbekman u bilan. Bitta narsaga erishib qolsam, iyog'idan kavlayman, buyog'idan kavlayman bilad. Ovozi boshqacha kelib berar ekan, lekin men qaranglar. Kristalni toza qalbim bor. Kristal. Aytmoqchi akalar, men klaviaturani korobkasini qaramasdan tashlab yuboribman. Mana yerda bechara mishka ham turibdi ekan. Mishka emas. Akalar, sizlarga bitta savol. Antenna nimaga kerak protsessorga? Spetsialni o'yinlar uchun moslashtirilgan klaviatura oldim akalar. Mikrofon sizlar bilan suhbat qurish uchun. Monitorim yondi, uzoq yongani uchun pauza qildim. Buni yoqsam hozir svetlar ko'rinmay qoladi. Hozir svet bilan maqtanishim kerak-ku. Stolda ham chetlariga svetligidan olaman akalar. Film kompyuter polностью tayyor. Stream uchun endi background qilishim kerak. Orqaga bu yoqdagi kamchiliklarni to'ldirishim kerak. Dagin. Xullas, narxiga keladigan bo'lsa akalar, Toshkentchasiga bosuv.